Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 1,2 millionga yaqin odam gepatit B virusi va 1 million kishi gepatit C virusi bilan kasallanmoqda. Kasallikning oldini olish va uni erta aniqlash borasida yurtimizda tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan butun dunyoda 28-iyul Xalqaro gepatitga qarshi kurashish kuni munosabati bilan poytaxtimizning Virusologiya ilmiy tadqiqot institutida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi vakillari, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi, Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvda virusli gepatitlarning bugungi epidemiologik holati, kasallikni barvaqt aniqlash, zamonaviy diagnostika va davolash usullari, profilaktika choralarini yanada kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Virusli gepatitlar butun rivojlangan davlatlarda ham muammoli mavzu bo'lgani uchun xuddi shu mavzu O'zbekistonda ham kuzatiladi. Rivojlangan davlatlar hisobida emlash dasturi kiritilmagan bo'lsa, bu emlash dasturi O'zbekistonda 2001-yildan beri kiritilgan. Respublikamizda o'tkir virusli gepatit B ni yoshlar orasida uchrashi juda kamayib ketganligi tasdiqlashimiz mumkin. Anjumanimizda asosiy ko'rib chiqiladigan masalalar holi hududga ega bo'lgan davlatlarning tajribasini O'zbekistonga kiritib va 2030-yilgacha virusli gepatit C dan xolis hududga ega bo'lish. Mamlakatimizda virusli gepatitlarning B va C turlarini erta aniqlash uchun respublikaning barcha hududlarida skrining tekshiruvlarini o'tkazish va kasallikni davolash qamrovini oshirish borasida bir qator muhim vazifalar belgilangan. Jumladan 2022-2025 yillarda Misr Arab Respublikasi tomonidan beg'araz yordam sifatida yuborilgan gepatit C ga qarshi dori vositalari respublikamizda skrining tekshiruvlarida virusli gepatit C turi aniqlangan bemorlarga bepul tarqatildi. Insonlar virusli gepatit B, C, D turlari bilan kasallangan paytda u o'zini klinik belgilarini namoyon qilmaganligi uchun mana shu virus organizmda bo'lsa-da, shu virus bilan birgalikda hayot kechirib yuraveradi. Lekin organizmga kirgan mana shu viruslar sekinlik bilan jigar faoliyatini buzib boradi va mana shu fuqarolarda 5 yil, 10 yil, 15 yildan keyin turli jigarning og'ir kasalliklari kelib chiqadi. Umumiy hajmda oladigan bo'lsak, virusli gepatitlarning sonini bu kamayish tendensiyasi boryapti. Bundan 5-6 yil oldingi skrining tekshiruvlarini ko'radigan bo'lsak, aholining orasida bu kasallikning uchrashi 4,5-5% edi. Bugungi kunda kelib bu ko'rsatkich 2 baravarga pasayib ketdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, muntazam skrining tekshiruvlari va profilaktik tadbirlar aholi salomatligini muhofaza qilish hamda virusli gepatit tarqalishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Gulshod Olimjonova, Abbos Saidaliyev, yoshlar.